Amir Avtosavdoda arzonga Lacetti mashinamizda Gentra qilib qo'yilgan varianti 2012-yil mexanika korobka. Mashinamizga old-orqa faralar qo'yilgan. O'yit razmerda chiroyli diska balonlar qo'yilgan. Rollar yaxshi holatda, salon qismini ko'rsatamiz. Tonirovka ruxsatnomasi yo'q ekan. Salonlari ham akkuratniy bo'lib turibdi, yaxshi chexollar, ko'rlar solingan, Malibu barlar qo'yilgan, mexanika korobka, Pioneer magnitofon, kolonkalar qo'yilgan, mashina torpeda, apshipilari ham ideal holatda, tablolar terilgan ekan, yurgani aniq emas. Mashina kuzovida umuman qirilgan, shilingan joylari ideal holatda turibdi. Mashinaga gazda uстановка bo'lgan, metan temir gaz balonlar, motor korobka, hadovoylar, umuman rasxodlar yo'q ekan. 50 nomerda sizlar xohlagan hujjat chiqadi. 2012-yil Lacetti Gentra qilib qo'yilgan. Ideal holatda mashinamiz narxini egalar bilan tortishib $5950 tushirib qo'ydi. Egalar nomerini qoldiramiz, bemalol aloqa chiqib harakat qilishingiz mumkin.